Bu darsimizda power up'larni yaratishni o'rganamiz. Demak, player mana bu pick up qiladi itemni pick up qilgandan keyin unda qo'shimcha ability paydo bo'ladi va u ability bilan u enemyni bir urishda uzoq masofaga, ya'ni platformadan pastga tushirib yuborishi mumkin. Power up'siz tushiradigan bo'lsa, 2-3 ta urinishda tushiradi. Power up bilan tushiradigan bo'lsa, u bitta urinishda enemyni tushirishi mumkin bo'ladi. Lekin bu power up ma'lum bir sekund davom etadi. Ya'ni bir 3 sekund yoki 5 sekund davom etishi mumkin. Ya'ni 5 sekund ichida foydalansa foydalandi, foydalanmasa demak power up imkoniyati yo'qoladi. Mana shu narsani ko'rib chiqamiz. Mana ko'radigan bo'lsak, power up oldi, unda ability paydo bo'ldi. Mana ko'rib turibmiz. Unda o'sha uni xususiyati kuchaydi va bir teganda enemyni platformadan tushirib yubordi. Xuddi shu narsani hozirgi darsimizda demak ko'rib chiqamiz. Demak boshlaymiz. Power up save qilib olamiz loyihani. Birinchi o'rinda qiladigan ishimiz demak library folderining ichida pickup obyektlari bor. Bu yerda bir qancha obyektlar bor. Shu yerda misol uchun quyidagi obyektni tanlaymiz. Mana power up obyektimizni. Demak buni nomlaymiz. Power up deb. Power up. Va uni biroz menimcha kichkina, shuning uchun 1.5 qilsak menimcha chiroyliroq bo'ladi. Norma mash. Box collider qo'shamiz, chunki physical demak on trigger enter ishlaydi bu bilan. Box collider is trigger true qilib qo'yamiz va power upda yangi tag yaratamiz. Power up deb nomlaymiz. Save va tagimizni power up ga beramiz. Tag mana power up save. Endi power up'imizni prefab yaratib olamiz. Original prefab. Demak mana power up yaratib oldik. Endi qiladigan ishimiz on trigger enter yozish bo'ladi. Xo'sh, player controller skriptini ochamiz. Sal tartibga keltirib olamiz skriptimizni. Kommentlar kerak emas. Private'larni bir qatorga, public'larni bir qatorga yozishni tavsiya qilgan bo'lardim. Shunda o'qish oson, tushunarli bo'ladi. On trigger enter if other compare tag. Boya tag qo'shgan edik power up degan. Va bu yerda public boolean has power up deb nomlaymiz. Has power up true
Demak, initial qiymati, dastlabki qiymati false bo'ladi. Power up olgandan keyin u true bo'ladi. Va destroy other dot game object nuqta virgul. Power up ga tekkandan keyin power up o'sha obyekt destroy bo'ladi va playerda has power up true bo'ladi. Ya'ni biz uni mana shuni o'zgaruvchini tekshirish orqali unda power up bor yo'qligini bizni tekshirishimiz mumkin. Endi yozgan skriptimizni tekshirib ko'ramiz. Has power up true bo'ldimi, bo'lmadimi? Mana playerda has power up false turibdi. Demak, pickup obyektini olganimizda bu true bo'lishi kerak. Enemy'ni tezligini sal pasaytirib qo'ymasak, 2 qilib qo'yamiz. Player enemy'ni o'chirib turaylik. Play. Mana player controller borib olamiz. Bu true bo'lishi kerak. Mana true bo'ldi va power up obyekti o'chib ketdi.